Emotsional intellektingiz darajasini qanday qilib aniqlash mumkin? Emotsional intellekt sizda ko'rsatkichi juda ham past. Agar siz har doim arzimas narsaga xafa bo'lishni odatingiz bo'lsa, siz o'zingizni hissiyotlaringizni boshqara olmasangiz va jahlga, g'azabga yo'l qo'ysangiz, siz o'zingizga ishonchingiz past bo'lsa, atrofdagilarga shubha bilan qarasangiz, siz nima xohlayotganingizni o'zingiz bilmasangiz, o'zingizni emotsiyalaringiz ortida nima yotganini anglay olmasangiz, siz har doim atrofdagilarning munosabatiga ularni ayblasangiz yoki aksincha o'zingizni ayblasangiz, ya'ni oddiy qilib, umumiy qilib aytganda, emotsional intellekt kimda kam bo'ladi? Bolakay pozitsiyasida yashaydigan insonlarda. O'zini hissiyotlarini, o'zini emotsiyalarini boshqarishni bilmaydigan insonlarda. Emotsiyalar ularni boshqaradigan insonlarda. Demak, emotsional intellektingiz past agar sizni emotsiyalar boshqarsa va aksincha yuqori agar siz emotsiyalaringizni boshqara olsangiz.